Qayerga keldik? Qaldirg'och milliy taomlarga. Siqilib bu yerda baliq bormikan? Ko'p joyda yozda qilmaydi-yu. Sen menga ishon bo'ldi, yur. Balo yegis keladi. 4 ta baloni shunday yoningizga taxlab qo'ydim-ku. Endi buni yeb ko'rib bilamiz, Bonu. Mashinasidan boshlasangiz. Qalay g'ulam yoqdimi? Chotki. Shuncha zakaz qilsan, shuncha og'irlik qilmaydimi? Nima og'irlik qiladi? Biz yeyotgan karasi kilosining narxi 45 ming so'm. Ikkalamizga ham og'irlik qilmaydi. Ikkalamizga, o'zimga degan. Nima o'zingga deyman? Boshda kariladini yeriyman deb. Men kariluraman, nima qilsam ham to'laysan. To'lash bormaysanmi? Uyatingmanmi? Yo'q. Shuncha narsa yeyapsan. Shuncha narsa? Mana 10 tasida men yedim, to'g'rimi? Xullas o'rtoqlar, Qaldirg'och milliy taomlarida yozi issiq kunlarda ham balularni xilma-xillardan topsangiz bo'ladi. Balu yemaydiganlar boshqa milliy taomlarni ham zo'r qilishar ekan. Yeyli endi. Yeb o'ring, G'ulom Nazar.